O'g'lim, nima uchun kelinga pul bermayapsan? Bechora kelini mayda xarajatlariga ham mendan pul so'rayapti. Imkoniy bo'lib turib qilgan ishing yaxshi emas. Nimaga pul berishim kerak, oyi? Hamma aytgan narsasini qilib beryapman. Kiyim desa har oy yangi kiyim olib beryapman. Kosmetika desa, "Men chiroyli bo'lgan" deb turib kosmetikasiga pul beryapman. Uydagi mayda chudalarni o'rnini to'ldirib qo'yapman. Xarajat ustida turibman-da hozir. Battar meni xarajatga tushirib tashlayapti. Yana nima pul berishim kerak bunga? Ayol kishi eriga yetmay ishlatadigan narsalari ham bo'ladi. Shunga ham pul kerak ayolga. Bermayman, oyi. Rasxod ustiga rasxod bo'lib kelin, jonga tegdi. Bu darajada ishlatib tashlaverish kerak emas-ku, beryapman shu kungacha. Sharoitga ham, imkoniyatga ham qarash kerak-ku. Menga qara bolam. Uy tozalashga xizmatchi yollasan ham yoki ovqat qilishga oshpaz chaqirsan ham, kiyimlaringni tozalash uchun himchiskaga borsan ham, bularning hammasi pulli-ku. Mana qo'shnimizni qara, $300 bitta bolasini boqishga enaga yollagan. Senda 2 o'g'ling bor. Hisoblab ko'rgan, bu qancha pul bo'ladi? Bularning xizmatini hammasi pullimi? Pulini bermasang ishlamaydimi? Yo'q. Qara, nimagadir shu hamma xizmatlarni bechora ayoling bir o'zi beminnatgina qiladi. Uni haqqini bermaslik gunoh. Ertaga Alloh bilan yuzlashish bor, javobi bor. Hech o'ylab ko'rganmisan, shu xizmatlarning haqqi qancha bo'lar ekan? Bir og'iz shirin so'z. Imkoniyatingga qarab, sharoitingga qarab nafaqa pul ajratish. Keyin shu ayolingni ko'ngliga qarab yashash. Sendan ko'p narsa so'ralmayapti. U sen uchun borini beryapti-ku. Sen bo'lsang, imkoning bo'lib turib, cho'ntagingdagini bir qismini ham bera olmayapsan. Mayli, men ishga ketdim.